Tarixga qiziqadiganlar bormi? Tarixda qudratli davlatlarning rivojlanish yo'llarini yaxshilab o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, turlicha yo'llarni ko'rishingiz mumkin. Chorvachilik, pilla, chinni oddiy misol. Xitoyda chinni hamda ipak juda ham rivojlangan. Shu orqali davlat rivojlangan. Lekin barcha qudratli davlatlarning bir kesishgan nuqtasi bor. O'sha nuqtaning nomi daryolar. Daryolar qadimda qudratli davlatlarning o'zaro bir-biri bilan munosabatiga sababchi bo'lgan, shu orqali savdo-sotiq yo'llari rivojlangan. Dehqonchilikdan tortib chorvachilikgacha, chorvachilikdan tortib sanoat texnologiyalarigacha barchasiga suv sababchi. Ular dast avval suvni boshqarishni o'rganishdi, so'ngra oyga uchishdi. Miloddan avvalgi 5-asrda Gerodot shu so'zlarni yozib qoldirgan. Nil daryosi bizga Misrni tuhfa etdi. Nahotki dunyoni o'zgartirib yuborgan sivilizatsiya aynan Nilning tuhfasi bo'lsa, ulkan ibodatxonalar, sfinkslar, piramidalar va meni doim hayratga solib kelgani mumiyolash san'ati. Ha, xuddi shunday. Bularning barchasiga Nil daryosi sababchi bo'lgan. Xuddi Amudaryo va Sirdaryo o'rtasida Mavrun nahr paydo bo'lganidek va u butun dunyoga mashhur bo'lganidek. Butun dunyoda kuzatilayotgan chuchuk suv tanqisligi muammosiga Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika, Markaziy Osiyo hududlari birinchilardan bo'lib yuz tutishi taxmin qilinmoqda. Aholi soni ko'payishi, iqlim o'zgarishi, suvning ifloslanishi va eng katta muammo suvdan samarasiz foydalanish. Aynan shu joyda haqiqiy fidoyi xodimlar katta sahnaga chiqib keladi. Bu biz va siz. Bu bizning hayotimiz mazmuniga aylanib ulgurgan. Hatto ayrimlar bu kasbning qanchalik insoniyat uchun zarur ekanligini tushunmas. Sizga ochig'ini aytsam, asosiy muammo suvsizlikda emas, suvni qadrini bilmagan insoniyatda. Men bu gaplarni xodim sifatida emas, iste'molchi sifatida aytyapman. Suv avvalgi zamonda aytardi, urushni keltirib chiqaradi. Biz aytyapmiz, suv bizlarni birlashtiradi. Nyu-Yorkdagi BMTning bosh qarorgohida 7-iyundan yuqori darajadagi siyosiy forum o'z ishini boshladi. 6 kunlik xalqaro tadbirning birinchi kunida energetika va suv masalalari muhokama qilindi. BMT O'zbekiston Respublikasini suv stressini kamaytirgan yetakchi davlatlar qatoriga kiritgan. Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev shunday dedi: "Bu yaxshi xabar, chunki O'zbekistonda suv resurslari kamayayotganiga qaramasdan, aholiga suvni teng taqsimlashda yetarlicha ishlar amalga oshirilayotganligidan darakdir." Yuqoridagilarni inobatga olib, suv xo'jaligi xodimlari o'z vazifalariga yanada mas'uliyat bilan yondashmoqda. Namuna sifatida So'xoqtepa irrigatsiya tizimi boshqarmasi xodimlarini ko'rib chiqsak, 200 nafar xodim o'ziga biriktirilgan vazifani va mas'uliyatni yaxshi his qiladi. Qaysidir ma'noda o'z kasbini sevadi, u bilan faxrlanadi. So'xoqtepa irrigatsiya tizimi boshqarmasi tarkibiga 2 yirik suv inshooti, Sarqo'rg'on bosh inshooti, Qo'qon suv inshooti, 12 suv taqsimlash bo'limi, 9 xizmat uyi binolari, 1 avtoturargoh binosi, 2 sho'rsuv va Qizilbel sel omborlari, 2 tashlamasoy va 34 kanallar. Kanallarning umumiy uzunligi 265 kilometr. Umumiy hisobda 85.567 gektar yer maydoniga xizmat qiladi. Yordamchi xo'jalikni rivojlantirish uchun qoramol, qo'y, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik hamda issiqxonalarda pomidor va bodring yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Ayni damda ish qizg'in davom etmoqda, chunki vegetatsiya davri. Novegetatsiya davrida esa ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshiriladi. Kanallar va ariqlar tozalanadi. Yangi mavsum uchun tayyor holatga keltiriladi. To'g'ri, hozir statistika bo'yicha qancha kilometr kanal tozalanganligi, qanchasi ta'mirlanganligi, qayta qurilgan ariqlar, gidropostlarni raqamli texnologiya bilan jihozlash kabi yil davomida amalga oshirilgan ishlarni soatlab gapirishim mumkin. Lekin videoni qisqa va mazmunli qilishga urindim. Statistika qog'ozda go'zalroq. Shu joyda diqqatingizni futboldagi bir holatga qaratsam, bosh murabbiy maydonga tushib to'p tepishi shart emas. U tizimni yo'lga qo'yishi, tarkibni to'g'ri tanlashi va eng muhim jihat 11 nafar har xil xarakter egasidan bir jamoa yasay olishi. Xuddi shunday, So'xoqtepa irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'i, ya'ni futbolga qiyoslansa bizning bosh murabbiyimiz ham tizimning mohiyatini xodimlarga to'g'ri yetkazib bera olgan. Hamkasblarimga qarasangiz tajribali va yosh kadrlarning uyg'unligini kuzatishingiz mumkin. Buni tajribadan to'g'ri foydalanish va yoshlarga imkon berish deyiladi va eng muhim jihati
200 nafar har xil xarakter egasini bir maqsad yo'lida birlashtira olish. Men, ular, biz hammamiz bir jamoamiz. Reja bor, maqsad aniq. Yangi O'zbekistonni birga rivojlantiramiz. Go'zal Farg'ona zaminida halol mehnati, izlanishi, intilishi bilan obod qilayotgan yuksak fazilatli elimizga namuna bo'lib kelayotgan siz azizlardan har safar ko'rishganimda juda xursand bo'laman. Dehqon boy bo'lsa, mamlakat boy bo'ladi. Dehqon boy bo'lsa, mahalla tinch bo'ladi. Yasha yurtni sha'nim deb, har yerim chamanim deb, hayqirib vatanim deb, et faxru g'urur o'g'lim. Biz o'tmish sen kelajak, umring baxtga to'lajak, o'zginamning bo'lajak Navoiy Bobur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on